Shodiyar aka, dugonalarim ustimdan kulyapti. Nima deb kulyapti? Ering qachon tug'adi deb. Bor yo'qolaysan bizmi? Uylanib qorin qo'yivarsang nimalar bo'ladi? Nima ish qilsang ham o'zing qila olmaysan. Keyin senga xotining yordamga keladi. Xotin pul topib ber. Ozaman deb ertalab yugurishlarga chiqasan. Har xil dietalar qilasan. Lekin foydasi bo'lmaydi. Uylanib qorin qo'yivardim. Ajrashsam qornim ketar-a? Yo'q. Keyin esa bir aqlli kelib, aka, ijarashib qo'yapsizmi? Yo'q. Buni qarang, buni 3 xonali bo'lib qopti-ku, aka, 3 xonali. Qorin emasmi? Qorin emas. Diametrini qarang, aka. Sen bizmi o'zi yo'q qila olmay o'lyapman. Buni yo'qotcha zo'r yo'li bor. Qanaqa? Yuring bitta joyga boramiz. Oho, dadasi, qorningizni qanday yo'qotdingiz? Bilmayman, uxlayotgandim. Mani ishim, rahmat shartamas. Mayli, nima bo'lsa ham muhimi qorni ketibdi-ku, hozir zo'r qilib osh tayyorlayman. Yo'q, kene, ovqat shart emas. Endi aka umuman ovqat yemaydi. Nimaga? Oshqozonni olib tashladik.